Mahmud Qashg'ari divanida bayon qilgan bir hadis haqida. Savol. Assalomu alaykum. Mahmud Qashg'ari divan lug'ati turkda Ulug' Alloh mening shundoq bir qo'shinim borki, men ularni turk deb atadim. Ularni kunchiqishga yerlashtirdim. Biror qavmga g'azablansam, ular turklarni shularga musallat qilaman deydi, degan bir hadisini bayon qiladi. Bu hadis sahihmi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, u zotning oila taobatlarga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Mahmud Qashg'ari divan lug'ati turkda turk kalimasining kelib chiqishi haqida to'xtalib, turklarni shu ism bilan Alloh taolaning atag'anligiga dalil sifatida mazkur hadisni mundoq bayon qilgan. Turk Nuh alayhissalomning o'g'lining ismi bo'lib, u yana Alloh taolo tarafidan Turkning avlodiga qo'yilgan ismdir. Alloh taolaning inson yaratilib tilga ilinadigan narsa bo'lgan qadar uzun bir muddatni o'tkazmadimi degan so'zida inson kalimasi Adam alayhissalomning ismini, ya'ni birla Adamni bildirib, biz insonni shak shubhasiz eng chiroyli shaklda yaratdik. Ondan uni do'zaxga qaytardik. Faqat iymon etgan yaxshi amallarni qilganlar buningdan mustasno. İnsan suresi 4-oyatdan 6-oyatgacha degan so'zida bo'lsa, inson so'zi ko'p odamni bildirib kelgan. Chunki bu yerda istisno bor. Faqat ko'plikdan istisno qilish mumkin. Turk kalimasimi Nuh alayhissalomning o'g'lining ismi bo'lib kelganda, birli kishini avlodlarning ismi bo'lib kelganda, bashar odamzod so'ziga o'xshash insonlar to'pini bildiradigan ko'plik ismdir. Demak, bu so'z ham birlik, ham ko'plik ma'nosida ishlatildi. Masalan, Rum kalimasi Ishaq alayhissalomning o'g'li Isoning o'g'li Rumning ismi bo'lib, keyincha uning avlodi shu ism bilan atalgan. Turk so'zidimi ahvol shundoq. Biz turk ismini Alloh taolo qo'ygan ism deyishimizda, Zohid shayx Imom Husayn ibn Xalaf al-Qashg'ari bizga xabar bergan bir hadisga asoslandik. U dedi: İbnul G'arqi menga xabar berib dediki, Abu Bakr al-Mufid al-Jarjarai bizga Ibn Abid Dunya deb atalgan muhaddisning zamoni oxir haqida ta'lif qilgan kitobidan isnodi bilan so'zlab berdiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: Qudratlik va ulug' Alloh mening shundoq bir qo'shinim borki, men ularni turk deb atadim. Ularni kunchiqishga yerlashtirdim. Biror qavmga g'azablansam, ular turklarni shularga musallat qilaman deydi degan. Bu hol ularning boshqa xalqlarga nisbatan fazilatli ekanligini ko'rsatadi. Chunki qudratlik va ulug' Alloh o'zi ularga ism bergan va ularni yer yuzining eng egiz va eng sop havoliq yeriga yerlashtirib, ularni o'z qo'shinim deb atagan. Mahmud Qashg'ari rivoyat qilgan mazkur hadis qudsi sanad jihatdan zaif yoki intayin zaif bo'lib, u hadisning isnodidagi Qashg'arlik Imom Husayn ibn Xalaf degan kishi Mahmud Qashg'arining ustozi Al-Almai Al-Fazl deb atalgan 120 dan ortiq asar qoldirgan muhaddis zotdir. Imom Sam'ani uning nasabini Husayn ibn Ali ibn Xalaf ibn Jibril ibn Xalil ibn Salih ibn Muhammad, kunyatini Abu Abdullah, nomini Al-Fazl deb bayon qiladi. Imom Sam'ani yana mundaq deydi: Muhammad ibn Abdulhamid Al-Abdi Al-Marvazi Al-Qashg'ari hadis to'qiydi. Uning o'g'li Abul Futuh Abdul G'afir otasining bu qilmishini ayiblaydi. Otasi o'g'li vafot topgandan keyin 10 yil umr ko'rgan. U Al-Fazl deb ataladi degan. Demak, Imom Husayn ibn Xalaf al-Qashg'ari Imom Sam'ani tariflagandek fazilatlik vazxon shayx bo'lsa-mu, rivoyat qilgan hadislarning ko'p qismi sahih emas edi. Shunga u ba'zi zamondoshlar tarafidan hadis to'qiydi deb ayiblangan. Darvaqa vazxonlar odatda targ'ib va tarhibat ishida ba'zi bir zaif va hatto to'qilma hadislarni so'zlab qolishi mumkin. Umuman, uning hadis rivoyatida zaif ekanligi Ibnul Javziy qatorliq boshqa muhaddislar tarafidan muayyanlashtirilgan. Masalan, mazkur isnoddagi raviylardan Ibnul G'arqi Jurmuz ibn Abdullah al-G'arqi bo'lib, u zaif raviylardandir. Abu Bakr al-Mufid al-Jarjarai bo'lsa, Abu Bakr Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Yaqub al-Mufid al-Jarjarai bo'lib, u noma'lum shaxslardan hadis rivoyat qiladigan, rivoyati sog'lom deb qabul qilinmaydigan zaif muhaddisdir. Ibn Abid Dunya nomi bilan tanilgan Abu Bakr Abdullah ibn Muhammad ibn Ubayd As-Samit
Makaidu Shaytan qatarlıq ko'p risoralarni yozgan Bag'dodlik muhaddis, tarixshunos, pedagog, vaiz bo'lib, İmam Zahabi bu kishi haqida tonulmagan nurg'un raviylardan hadis rivoyat qiladi, asarlaridan sirliq, ajoyib g'aroyib rivoyatlar bor degan. Mazkur hadis qudusini tarixshunos İmam Zakariya al-Qazviniymi Asarul Bilad nomli asarida sanatsiz bayon qilgan bo'lib, raviylarning yuqori ahvollaridan qaraganimizda u hadisning isnodining sahih emasligi ma'lum bo'ladi. Hadisning mazmuni jihatdan elib aytsak, Türk nomini Alloh taolo o'zi bevosita qo'ymagan bo'lsa-mu, uni Nuh alayhissalom yoki uning o'g'li Yafas yoki uning o'g'li qo'ygan ismdir. Mening qo'shunim degan mazmun xato emas, chunki osmonlarning va zaminning qo'shinlari Allohningdir. Alloh bilib turg'uchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Osmonlarning va zaminning qo'shinlari Allohningdir. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh.